Sizlar bilan yana doktor Umarov. Savollarning bittasi biologik aktiv biodobavkalarda ota bobomiz ichmagan u biz hozirgi paytda bu shart emas. Yaxshi ovqatlansa bo'ladi, to'laqonli bir ovqatlanib yursa organizmni qoplayveradi degan bir savol bo'lgan. Bunga siz nima deysiz degan bir mavzuda. Ikkinchi savoli o'ziz foydalanib turadigan badlar to'g'risida bir ma'lumot bersangiz degan savol bo'lgan. Shu savolga javob endi. Qarang, biz tabiatdan olayotgan biologik faol moddalar, bular nima edi? Oqsillar, yog'lar, uglevodlar, vitamin, minerallar, biz bularni tabiatdan sof modda ko'rinishda olishimiz kerak. Endi shunday bir narsani tushuntirib ketamanki, disbakterioz degan holat bor. Disbakterioz degan holat bor. Bu holat nima? Bu ko'pincha odamlarda shu ichaklardagi holatni, faoliyatni ko'rsatib berishib, shu disbakterioz holati bor deyshadi. Bu nima degani? Disbakterioz so'zi lotin tilidan olingan. Dis degani bu buzilish degani, bakteriya, ya'ni mikroblar yoki bakteriyalarda buzilishi degani. Yana chuqurroq tushuntirib beraman. Bakteriyalar nima? Bakteriyalar hamma joyda bo'ladi. Nafaqat ichaklarda, tanamizda har bir qismida, tabiatda har bir joyida, tanamizda har bir qismi degani terida ham bo'lishi mumkin, sochlarda bo'ladi, nafas yo'llarida, ichaklarda har bitta nimani o'zini mikroflorasi bo'ladi. Bu mikroblar 3 xilga bo'linadi. Foydali mikroblar, kasallik keltirib chiqaradigan mikroblar, bular fan tilida patogen mikroblar deyiladi, ya'ni kasallik keltirib chiqaradigan. Uchinchi mikroblar sodda qilib gapirganda hameleon mikroblar bo'ladi. Hameleon, ya'ni sharoitga qarab yaxshi tomonga ham, yomon tomonga ham o'zgaraveradi. Haligi foydali mikroblar bizga umuman olib qaraganda vitaminlar, minerallar, shu narsalarni ishlab chiqarishga yordam beradi. Hazm faol ichaklarda bo'lsa, bu narsa hazm faoliyatini yaxshilashga yordam beradi. Ana shu foydali mikroblar hisobiga ichagimizda, biz ichaklarimizda vitaminlar, ayniqsa B guruhi vitaminlari sintez bo'ladi. Endi tabiat ham xuddi shunday, hozir aytganimdek, tabiatda ham tuproqda, suvda, havoda vaholanki hamma joyda o'zini mikroflorasi bo'ladi. Mana shu mikroflora, ya'ni yerda unumdor qavatida ilgari bu narsa juda ko'p bo'lgan. Tabiatdan unumli foydalanish maqsadida dehqonchilik qildik. Dehqonchilikdan yuqori hosil olish maqsadida har xil mineral o'g'itlar, turli xil zaharlardan foydalanilyapti. Endi ana shu tuproqda tarkibidagi bo'ladigan foydali mikroblar qancha ko'p bo'lsa, bizni yetishtirayotgan mevalarimizni tarkibida sabzavot, yana poliz ekinlari, umuman rezavorlarning hammasini tarkibida minerallar, vitaminlar ko'p bo'ladi, qachonki o'sha foydali mikroblar ko'p bo'lsa. Chirindiga boy yerlarda tasavvur qilingda, shu joydan yetishtirilgan har qanday mahsulot bu toza, ya'ni tarkibi jihatidan juda ham ko'p bo'lgan. Men aniq faktlarga tayanib bir narsani gapiraman. Bundan taxminan bir 50 yillar muqaddam butun jahon sog'liqni saqlash tashkiloti mevalarni tarkibini o'rganib chiqqan. O'sha paytda bir dona masalan olmani oladigan bo'lsak, bir dona olma bitta odamda kunlik temirga bo'lgan yoki o'zining tarkibidagi boshqa moddalarga, ya'ni bizning tanamizga kerak bo'ladigan moddalarga boy bo'lgan, yetarli bo'lgan. Oradan 17 yil o'tib, yana butun jahon sog'liqni saqlash tashkiloti VOZ deyiladi, Всемирная организация здравоохранения, yana tekshiruv o'tkazganda oldingi sostavga, oldingi tarkibga to'g'ri kelmagan. Bu nima uchun? Bu o'sha tabiatdan yuqori hosil olamiz deb, yerlardan yuqori hosil olamiz deb biz foydalanayotgan zaharlarni, ya'ni dehqonlar
umuman shu bobo dehqon foydalanayotgan zaharlar hisobiga foydali mikroblar o'lib ketgan. Shuning uchun ham tabiatda kasallik ham ko'payib ketdi. Ya'ni daraxtlarda, ekin-tikin hamma narsada kasallik ko'payib ketdi. Endi o'sha zaharlarsiz, o'sha mineral o'g'itlarsiz bo'lmayapti. Sababi nima? O'sha zaharlardan foydalangan holatda butun nimani dehqonchilik holatlarimiz, ya'ni yerlarimiz o'ta kambag'allashib ketdi. Bermasak bo'lmaydi. Endi shundan yetishtirilayotgan turgan o'sha mahsulotlar, u mevami, poliz ekinimi yoki sabzavotmi, nima bo'lishidan qat'iy nazar, ularning tarkibida shu foydali moddalar, o'sha vitaminlar degan, endi sodda qilib bitta so'z bilan gapirganda, foydali moddalar, bizni tanamiz uchun kerakli bo'lgan foydali moddalar kamayib ketgan. U qoplamaydi. Ilgari bitta ikkita olma yeb bir kunlik ehtiyojni qoplangan bo'lsa, hozir 1 kilodan kam bo'lmagan miqdorda olma iste'mol qilish kerak. Yoki boshqa narsalarni ham, boshqa mahsulotlarni ham shunga to'g'rilashimiz mumkin. Shuning uchun biologik faol moddalar ishlab chiqarilyaptiki, mana shularni o'rnini qoplash maqsadida agar bo'ladigan bo'lsa, har bir mineralni, har bir vitaminni kunlik ehtiyoji bor. Masalan, sizlarga bu ehtiyoj nimaligini tushuntiradigan bo'lsam, avtomobilni oling. Qaysidir mashina benzin rasxod qiladi. Har bitta mashina endi yoqilg'iga nisbatan rasxodi bor. Masalan, benzinni oladigan bo'lsak, qaysidir mashina 5 litr sarf qiladigan bo'lsa, yana qaysidir mashina 10 litr, yana qaysidir bittasi yana boshqa miqdorda. O'sha miqdor bo'lmasa, u mashina yurmaydi. Allohga hamdlar bo'lsinki, bizni tanamizda yetishmovchilik bo'lsa ham o'zini o'zi kompensatsiya qilib, o'zini o'zi tiklaydigan, boshqaradigan, o'zini o'zi himoya qiladigan qilib yaratib qo'yibdi. Yetishmasa ham kun o'taveradi, lekin kasallikka qarab kirib borilaveradi. Shu kunlik ehtiyojni qoplamagungacha tanada sog'lom holat bo'lishi juda ham qiyin. Endi doktor o'zingiz, ya'ni ichib yurgan, foydalanib yurgan shu nimalardan badlar to'g'risida ham ma'lumot bering deyilgan keyingi savol bor. Mana kunlik har kunni bizni nimamizda turadigan, stolimizda ustida turadigan bug'doy kepagidan tayyorlangan mana shu mahsulot bor. Bu kukuruzga o'xshab tayyorlangan bizni stolimizda, ya'ni ovqatlanadigan stolimiz ustida turadi. Kuniga shu oila a'zolarim ham, shaxsan o'zim ham bundan 4, 5, 6 dona nima bo'lsa ovqatga birga ovqat paytida qo'shib yuboriladi. Bu kletchatka, vitamin B gruppasi ishlar tarkibida yetarli. Endi buni yana yaxshi tomoni nimada? Bu bug'doy kepagi ichaklarimizdagi foydali mikroblar uchun juda chiroyli oziqa bo'lib, ularning ko'payishiga juda zo'r sabab bo'ladi. Bu prebiotik hisoblanadi. Tanada hech qanaqa kaloriya yo'q. Ana ko'pchilik yana bir aytishlari mumkin. Har xil biodobavkalar bu qimmat ya boshqa deyish mumkin. Bu arzimagan pul turadi. Endi muntazam iste'mol qilib yurilsa, mana ota-bobomiz ilgari kepakka boy bo'lgan non mahsulotlarini kepakka boy bo'lgan, kepakli bo'lgan. Shuning uchun ham ular sog'lom bo'lgan, baquvvat bo'lgan. Shuning uchun biz bu ratsionga kelayotgan bemorlarimizga ham bu narsani doimiy tavsiyasini beramiz. Ichib yurgan, buni iste'mol qilib yurgan odam juda ham baquvvat bo'ladi. Yana hech qanaqa bir nimaga bog'liq bo'lmagan har xil damlamalar bor. Mana qo'limda turibdi rastaropsha. Ya'ni xushqo'nmas degan o't bor, rastaropsha deyiladi. Bu jigarni tozalash uchun juda ham zo'r damlama bu. Bunaqa damlamalardan aptekalarda juda ham ko'p, qimmat ham turmaydi. Arzon. Rastaropshani bir safar bundan ichsang, yana bir safar shipovnik, ya'ni o'sha shipovnik damlamasidan boshqa damlamalar ham juda ham ko'p. Bulardan olib, shularni iste'mol qilib yuramiz. Bu tarkibida kerakli o'sha vitaminlar, tanamizga kerakli bo'lgan narsalar bor. Qo'shimcha bu ham biodobavka hisoblanadi. Shuncha damlamalar ham, boshqalar ham hammasi biodobavka hisoblanadi. Mana yana yaqinda bir chesnochniy maslo, ya'ni chesnokdan olingan nima tayyorlangan. Bu ham qimmat turmadi. Birinchi marta shuni aptekada ko'rganimda shu 190 ta kapsulasi, 190 ta kapsulalik arzimagan 18 mingga oldim.
Bu narsadan uchrab qolgan paytda olib iste'mol qilamiz. Yana undan tashqari doimiy iste'mol qilib yuradigan o'zimni badlarim bor. Mana bu nimadan tashqari Litavit degan preparat deyarli oilamda juda ham ko'p uchraydi. O'zim ko'p iste'mol qilaman. Hattoki onam, onajonimiz ana shu Litaviting boshqacha-da degan gapni o'zi og'zlaridan juda ko'p eshitganman. Chunki tanani juda ham chiroyli tozalaydi, allergendan tozalaydi ayniqsa. Butun tanaga yetarli kerakli bo'lgan minerallarni bu tarkibidagi tsialit, tabiiy tsialit yetkazib bera oladi. Endi mana shu narsani qabul qilmasak qayerdan bo'ladi? Endi yana bir nima, mana yana bitta tabiiy yog'dan tayyorlangan qora sedana yog'i. Qora sedana yog'i. Buni ham doimiy iste'mol qilib turamiz. Endi постоянно emas, bir yilda hech bo'lmasa 2 yo 3 ta upakovkasini iste'mol qilamiz. Buni tarkibida nima bor? Tanamizga kerakli bo'lgan omega 3, omega 6, omega 9 yog'lar bor. Ular foydali xolesterindan iborat bo'lib, zararli xolesterinni tanadan quvilishiga, yuvilishiga, o'rnini egallashiga bular sabab bo'ladi. Multivitaminlar har xil bir kompaniyalardan to'g'ri kelib qolsa, sinov tariqasida ichib qo'yaveramiz. Mana Ersak kompaniyasidan multivitamin ichib turibman hozirgi paytda. Endi bu bor. Mana yana bir o'zimga sevimli bo'lgan yana bir mahsulot ritsinol, shalfeyni ritsinol. Bu meni shu allergik rinitdan tuzalishimga sabab bo'lgan mahsulotlardan bittasi. Oldingi videolardan bir aytib o'tganman, o'zimda shu allergik rinit bo'lgan, gipertrofik rinit bo'lgan, burun ichida go'sht doim kattalashib, burundan nafas olish qiyin bo'lgan. Kuzdan to bahorgacha cho'ntagimda naftizin bilan yurishga to'g'ri kelardi. Keyinchalik sekin-sekin mana shu ritsinol qo'limizga tushdi. Bundan foydalandik, limfatrof ukollar oldik. Shundoq bo'lib biz undan qutuldik, Xudo xolasa. Lekin surunkali naftizindan foydalanganligim sababli meni o'zimni burnimda suxoy rinit, atrofik rinit deyiladi meditsina o'zimiz tilida. Atrofik rinit yoki sodda qilib tanilganda quruq rinit, ya'ni burunni ichi qurib qolaveradi. 15 kun, 20 kun ichida shu quruq holat, ayniqsa skvyaznak joyda yotib qolsam, mana hozirgi kunda yozda ventilyator ko'p foydalanilyapti, konditsioner ko'p foydalanilyapti. Ana shu havolarda suxoy rinit menda jicha avjab qoladi, ko'rinib qoladi. Shu paytda mana shu ritsinoldan tomizib olaman. Bu suxoy rinitdan уже nima deydi, allaqancha kunga orqaga chekinib ketadi. Xullas, bular hozirgi paytda ichib turganlarim. Bundan tashqari bo'lgan yana boshqa ma'lumotlar juda ham ko'p. Lekin uzmaymiz bu masalada. To'g'ri aytayapti. Shu savol bergan odam yaxshi ovqatlanib, ya'ni nima deydi? Sermahsul bo'lgan mahsulotlardan yaxshilab ovqatlanilsa bo'ladi deyilgan, lekin hozirgi kunda tarkib qoplamaganligi sababli biodobavkalarga ko'pchilik odamlar albatta muhtoj. Mana hozir davolash uslubimizda ham asosan biodobavkalardan foydalanamiz. Natija oldiga qarab chiqadi. Nima uchun? Bu narsa biz tanani ham tozalab, ham o'sha kerakli mineral, vitaminlarga to'yintirganimizdan keyin tanada immunitet ko'tarilib, o'zidan o'zi yana shu tuzalish bosqichiga chiqib boraveradi. Obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Salomat bo'ling.